Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rishlar, qadrman ko'rarmanlar. Sizlar do'stlar, bu o'zingizdan berilgan qo'zi qo'shqonlar buyursa bu yildan keyin ekitish qilamiz degan o'ylar bor. Quyruq chiqdagida bor yaxshi. Allah nasib qilsa bu yildan keyin ekitishga olib chiqamiz. Ulug'agadan, O'sarajidan mashinagan yaxshi qo'zi qo'shqonlar. O'zingizlarni yaxshi fikrlaringizni kommentarga qoldirib ketasizlar degan o'ydamiz. Like'da ayağıyla basaverasizlar. Do'stlar, men podelishsa qilib bo'lishib ketamiz.